Bugun turizm sohasi nafaqat sayyohlarni tarixiy obidalar sari yetaklash, balki ularga munosib xizmat ko'rsatish, milliy mehmondo'stlik an'analarini namoyon etish va hududning sayyohlik salohiyatini keng targ'ib qilish bilan ham chambarchas bog'liq. Bu yo'nalishda faoliyat yuritayotgan tadbirkorlarning mehnati esa soha rivojida muhim o'rin tutadi. Buxoro shahridagi Chorminor Grand hamda Rangriz mehmonxonasi rahbari Shahnoza Ahrorova ham turmush o'rtog'i bilan ayni shu tamoyillar asosida yo'lga qo'ygan tadbirkorlardan. Uning xizmat ko'rsatish sohasidagi izlanishlari, mehmonlar uchun qulay sharoit yaratishga bo'lgan e'tibori va turizmni rivojlantirishga qo'shayotgan hissasi munosib e'tirof etildi. Prezidentimizning faol tadbirkorlarni rag'batlantirishga qaratilgan tegishli farmoyishiga muvofiq Shahnoza Ahrorova faol tadbirkor ko'krak nishoni bilan taqdirlandi. Bugun men uchun eng baxtli kunlarimdan biri desam adashmayman, chunki yaqinda prezidentimizning faol tadbirkor ko'krak nishoni bilan taqdirlash farmoyishlarini eshitib, ular orasida, shu insonlar orasida men ham borligimni bilib juda ham xursand bo'ldim va o'zimni juda ham baxtli his etyapman. Kamtarona mehnatimizni shunaqa yuksak mukofotlar bilan taqdirlaganlardan o'z minnatdorchiligimni bildiraman avvalambor. Bu mukofot men uchun va mening oila a'zolarim uchun mustaqilligimizning 35 yilligi arafasida juda ham kutilmagan mukofot, juda ham kutilmagan sovg'a bo'ldi. Bu mukofotni berilganini eshitib, nafaqat men, oila a'zolarim, biz bilan birga mehnat qilayotgan barcha ishchi xodimlarimiz juda ham xursandligimizni so'z bilan ifodalashga ojizman hozir. Ba'zan katta ishlar juda kichik qadamlardan boshlanadi. Bizning ham oilaviy mehmonxonamiz 2012-yil 9 ta xona bilan oilaviy mehmonxona ochganmiz. Shu yillar davomida mehnat qildik, harakat qildik, rejalar tuzdik va shu rejalarga intilib harakat qildik. Oxirgi yillarda prezidentimiz tomonidan tadbirkorlarga berilayotgan imkoniyatlar juda ham beqiyos. Barcha sohada yuksalishlar, barcha sohada erishgan yutuqlarni aytib o'tmasdan ilojimiz yo'q. Xususan turizm sohasiga juda ham boshqacha e'tiborlar kuchayib ketdi. Shu jumladan O'zbekiston Respublikasi butun dunyoga tanildi. Yil sayin turistlar oqimi ko'payapti, boshqa mamlakatlardan mehmonlar oqimi ko'payapti. Kun sayin mehmonlarimiz o'sgan sari bizning ham ishimiz rivojlanyapti. Oddiy mehmonxonadan hozirgi kunda kelib turistik firmaga aylandik. Ya'ni har bir sayyoh kirib kelganidan to chiqib ketgunga qadar barcha turistik xizmatlarni ko'rsata oladigan firmaga aylandik desam mubolag'a bo'lmaydi. Bir yil davomida 3000 dan ortiq turistik sayyohlarga xizmat ko'rsatyapmiz hozirgi kunga kelib. Bu xizmat ko'rsatish faqat raqamlar bilan emas, biz shu Buxoroga kirib kelgan har bir sayyohga Buxoroni tarixini his qilish, Buxoro xalqini mehmondo'stligini his qilib, yaxshi xotiralar bilan ketish uchun qo'limizdan kelgancha harakat qilyapmiz. Bu mukofot shunchaki e'tirof emas, uning zamirida tadbirkorning izlanishi, mas'uliyati, yangilikka intilishi va o'z faoliyati orqali jamiyatga foyda keltirishga bo'lgan harakati mujassam. Bugun mehmonxona biznesida raqobat tobora ortib borayotgan bir paytda mijozga shunchaki xona taklif qilishning o'zi yetarli emas. Mehmon o'zini qulay va xavfsiz his qilishi, sifatli xizmatdan bahramand bo'lishi, milliy muhit va samimiy munosabatni tuyishi muhimdir. Bugungi kunda yuritayotgan tadbirkorlik faoliyatimiz biz uchun nafaqat moliyaviy yuksalishga erishishga yo'l beryapti, chunki biz har bir kelgan mehmon uchun Buxoro tarixi, avvalambor O'zbekiston tarixidan, O'zbekistonda qanaqa buyuk insonlar o'tganligini, qanaqa madaniy meroslardan ko'rsa bo'ladi. Ular ko'rib havas qilishadi. Shundaqa boy tarixga egasizlar, shundaqa buyuk insonlar farzandlari ekanligimizdan faxrlanish hissini ularga yetkazib berishga harakat qilyapmiz. Yana shuni ta'kidlab o'tishim joizki, yurtboshimiz yaratib berayotgan imkoniyatlardan oqilona o'z yo'lida foydalanishimiz natijasida hozirgi kunda bizda nafaqat mehmonxona, ya'ni turistik firmamiz ham mavjud. Shu turistik firma orqali sayyohlarga xizmat ko'rsatyapmiz. O'zbekistonga sayyohlar olib kiryapmiz chetdan, O'zbekiston fuqarolarini chet elga sayohatlarga yuboryapmiz, transport xizmatlarini ko'rsatyapmiz. Yanada kelgusida turizm sohasida juda ham katta loyihalarimiz mavjud turizmni rivojlantirish bo'yicha. Bu loyihalardan biri turizm sohasida kun sayin turizmga bo'lgan e'tibor kuchaygani, mehmonxonalar soni ortgani, restoranlar soni ortgani sayin turizmga ishchi xodimlarga bo'lgan ehtiyoj ham ortib boryapti ishchi bozorida. Shu maqsadda biz o'zimizda klaster tashkil qilgan holda mehmonxonamizda har oy 15 ta ofitsiant, 15 ta oshpaz, 15 ta xona tozalovchi yoshlar orasidan buni tanlab olamizda bepul o'zimiz sertifikatli o'qitib turizm bozorini
ishchi xodimlar bilan ta'minlashni yo'lga qo'yyapmiz. Hozirgi paytda shu xizmat ko'rsatish yo'nalishi orqali 50 ga nafar yoshlarni ish bilan ta'minlashga muvaffaq bo'ldik. Yana bizda biznes kurslar ham mavjud. Ya'ni biznes kurslar bu mahallalarni o'rgangan holda ayollar daftarga kiritilgan ayollar o'rganib chiqib, o'shalar uchun biznes kurslar tashkil qilganmiz. Mehmonxonamizda yoki o'sha mahalla hududida bu biznes kurslarni men va o'zim bilan birga jamoam olib boramizda ayollarga biznesdan oqilona foydalanish, kreditlardan qarzdorlikdan chiqish, kreditdan oqilona foydalanish kabi mavzularda biznes planlar tuzib, ularga o'rgatish ishlarini olib boramiz. Va shu kunga qadar 90 dan ortiq ayolni yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ishlarini yo'lga qo'yishga ko'maklashdik. Hozirga qadar ularni xatosiz biznes yuritish ishlari bo'yicha yordam berib kelyapmiz. Shu jihatdan mehmonxona xizmatlarida zamonaviy yondashuv bilan bir qatorda o'zbekona mehmondo'stlik qadriyatlarini uyg'unlashtirish alohida ahamiyat kasb etadi. 2021-yildan beri shu Rangiz mehmonxonasida menejer lavozimida ishlab kelyapman. Ishimning asosiy vazifalarim bu mehmonlarni kutib olishdan iborat va xodimlarni ish jarayonini tashkillashtirishdan iboratdir. Bizning mehmonxonaga turli davlatlardan mehmonlar kelishadi. Shu yerga kelgandan beri Shahnoza opadan ko'plab narsalarni o'rgandim. Shahnoza Ahrorovaning faoliyatida ham xizmat sifatini oshirish, mehmonlar uchun qulayliklarni kengaytirish, turizm sohasidagi imkoniyatlardan samarali foydalanish va yangi tashabbuslarni ilgari surish kabi maqsadlar ustuvor. Zero, turizm rivoji yangi mehmonxonalar va sayyohlar soni bilangina o'lchanmaydi. Bu avvalo kelgan mehmonning taassuroti, unga ko'rsatilgan xizmat sifati va yana qaytib kelish istagida namoyon bo'ladi. Я приехала из города Благовещенска. Men Rossiyadan kelganman. Sharqona ertakka tushishni istadim va O'zbekistonni tanlashimga sabab ham bizning hududimizda o'zbeklar juda ko'p va atrofimdagi o'zbek millatiga mansub insonlar o'z vatanlari haqida doimo katta hayajon va mehr bilan gapirishar edi. Shuning uchun ham men mana shu Sharqona ertak muhitiga sho'ng'ishni xohladim. Avval Toshkentda, keyin Samarqandda bo'ldim. Kecha esa Buxoroga keldim. Rostini aytsam, menga Buxoro juda ham yoqdi. Aynan mana shu yerda haqiqiy Sharqona ertakning o'ziga xos muhitini his qilish mumkin ekan. Ikki cho'l oralig'idagi yashil va go'zal voha. Bu shunchaki ajoyib. Biz joylashgan mehmonxona ham juda yoqdi. Xizmat ko'rsatish darajasi yaxshi, menga hammasi ma'qul. Kelajakda Buxoroga yana qaytib kelishni reja qilyapman. Shu ma'noda faol tadbirkor ko'krak nishoni Shahnoza Ahrorovaning bugungi mehnatiga berilgan baho bo'lish bilan birga kelgusidagi yangi tashabbuslari uchun ham katta mas'uliyatdir. Bolaligimdan shu mehmonxona va turizm yo'nalishi bo'yicha qiziqishim juda katta. Chunki oilaviy bizning biznesimiz bo'lganligi uchun rahmatli otam boshlab bergan ishlarini davom ettirish niyatida kelajakda maqsadlarimizni juda katta va yuqori natijalarni erishishga harakat qilamiz. O'zim ham shu yo'nalish bo'yicha qiziqishim bo'lganligi bois Buxoro davlat universitetini mehmonxona va turizm menejmentini yakunladim va xorijning nufuzli universitetlarida ayni shu yo'nalish bo'yicha o'qib kelib, tajriba ortib keldim. Bugungi kunda kelib biz sohamizni kengaytirish maqsadida ichki turizm va tashqi turizm yo'nalishlarida ham ish faoliyatini yuritib boryapmiz. Bizning maqsadimiz shu Buxoroda kelayotgan turistlarning oqimini ko'paytirish va turizm sohasidagi infrastrukturalarni rivojlantirish maqsadimiz bor. Kelayotgan mehmonlarga qancha sifatli xizmat ko'rsatsak, shunga qarab turistlar oqimi ham ko'payib boradi. Kelajakda Buxoroga kelayotgan turistlar oqimini kengaytirib, ish faoliyatimizni kengaytirish maqsadimiz ham bor. Tadbirkorlikdagi har bir muvaffaqiyat ortida yangi imkoniyatlar, yangi ish o'rinlari va hudud turizm salohiyatini yanada yuksaltirishga xizmat qiladigan ezgu maqsadlar turadi. Bugungi yaratilgan imkoniyatlardan foydalanmaslik, oqilona foydalanmaslik bu katta xato deb o'ylayman. Chunki bizga berilgan har bir soniya, har bir vaqtdan unumli foydalanishimiz kerak. Imkoniyat yaratilgan ekan, buni qo'ldan boy berish xato yo'l. Shu uchun ham biz juda ham katta loyihalarga tuzib qo'yganmiz, o'zimizni oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Shu yaratilgan imkoniyatlardan foydalangan holda yana bir loyihani amalga oshirmoqchimiz. Bu loyiha nasib bo'lsa 2027-yilda biznes planlarini tuzib qo'yganmiz. Ya'ni
Buxoro brendini dunyoga tanitish bo'yicha bizda ma'lumki hunarmandlar juda ko'p, gul ustalar juda ko'p. O'shalarning yordamida Buxoroga xos bo'lgan suvenirlar ishlab chiqarmoqchi biza. Ya'ni Buxoroga xos bo'lgan tarixiy obidalar ko'rinishda bo'lgan, kechqurun yoritib turuvchi lampalar, shunaqa ko'rinishda bo'lgan suvenirlar ishlab chiqarmoqchi biza. Bu rejalar tuzib qo'yilgan, biznes planlar tuzib qo'yilgan. Xudo xohlasa, mablag'ni yig'ganimizdan keyin 2027-yilda shu ishni ham boshlab yuboramiz. Bu loyihamizni ishga tushirgach, yana 150 ga yaqin fuqarolarni bandligi ta'minlanadi. Ishonch bilan ayta olamanki, agar har bir inson o'z ustida ishlasa, tinmay harakat qilsa, oilasi va o'z jamoadoshlari bilan birga harakat qilsa, jamoa bo'lib harakat qilsa, yaratilgan imkoniyatlardan oqilona foydalansa, kichik bir oilaviy biznes bizning misolimizda katta bir tarixga aylanishi mumkin. Bunday e'tirof esa bir haqiqatni yana bir bor ko'rsatadi. Tadbirkorlik faqat daromad topish emas, balki xizmat orqali insonlarga qulaylik yaratish, yurt taraqqiyotiga o'z hissasini qo'shish va uning mehmondo'stlik qiyofasini dunyoga namoyon etishdir.